Assalomu alaykum. Ismim Shavkatjon Egamberdiyev. Arab akademiyasi o'quv markazining asoschisi va rahbariman va tizim markaz kursida 5 marotaba o'qiganman va aynan ustozimiz Ahrorxo'ja Rahmatxo'jayevdan o'quv markazidagi o'quv, sotuv, moliya, marketing va o'zim qiziqadigan boshqaruv bo'limlarida juda ham ko'plab bilimlarimizni olganmiz. Xususan o'quv markazida bo'lgan dolzarb muammolardan eng kattasi aynan jamoa yig'ish va bu jamoani yig'ishlikda menga ustozimiz o'rgatganlar, ya'ni EJM qadamlarini to'g'ri tuzish orqali aynan shu instrument orqali men juda ham katta muammoimga yechim topganman va aynan ochiq darsda yoki aytaylik sinov darslarida kelib o'quvchilar juda ham ko'p to'kilish ko'p kuzatilgan edi. Shu muammoga ustozimiz o'rgatganlari aynan o'quv bo'limida ochiq darsda ketma-ket o'tish kerakligi haqida darslarni o'tganlar va aynan shu instrumentni ishlatgan holatda, xususan o'zimni rekordim 19 ta o'quvchidan 19 ta o'quvchi o'sha kunning o'zidayoq darsga boshlang'ich to'lovni amalga oshirgan. Aynan shu instrumentlarni ishlatgan holatda men o'zimni daromadimni 3x ga ko'paytirdim. Endi agar sizda o'quv markaz yoki ta'lim tizimiga oid biznesingiz bo'lsa yoki umuman olganda barcha bizneslaringizni tizimlashtirishni xohlaydigan bo'lsangiz, aynan Ahrorxo'ja Rahmatxo'jayev va tizim markaz kurslari va ularni jamoalariga murojaat qilishingizni xolisona tavsiya qilib qolardim. Aynan biznesni tizimli boshqarish bo'yicha juda ham yaxshi instrumentlar beradilar va o'ylaymanki, siz ham ancha-muncha muammolaringizga yechim topasiz.